to'g'ridan to'g'ri, modomiki siz Toshkentdasiz, mana shu joylarda istiqomat qilasiz, Toshkent viloyatidan keling, hatto mana yaqin, ammo Toshkent shahridagilar albatta darslikka qatnashsinlar. Mana avvaldan aytayapmiz. Azonni asli lug'atdagi ma'nosidan boshlaymiz. Ya'ni azon deyilganda bu azon kalimasi arab tilida-ku, to'g'rimi? Arab tilida o'zi azonning ma'nosi nima? Mana perevodi deydi bizda. Tarjimasiga hozir masalan arab nima o'zbek perevod nimalaringiz bo'lsa, tarjimonlik mana telefonlaringizda. Shunday olsangiz, tarjimon sizga aytadiki, e'lon qilish degan. Al-azan desa, mana al-azan yoki azan ma'na al-azan e'lon qilish deydi. Yoki o'zbekchasiga olsangiz, arabchasiga e'lon qilishning ma'nosi nima desa, arabchasiga nima deb yozsangiz, e'lon qilish deydi o'zbekchasiga. Arabchasiga chiqadiki, nima? E'lon qilish ma'nosi bu al-azan yoki azan deb chiqadi. Demak, azon azan zal bilan azanda ma'nosi e'lon qilish, e'lon